Aka, masjidga qo'shni bo'laman. Inshaalloh 5 vaqt azon ovozini eshitaman deb niyat qilgan bo'lsangiz, mana shunaqa xonadonimiz shunaqa mahalladan sotuvga qo'yilyapti. Yon atrofga e'tibor bering. Hammasi qaddi baland, yaxshi uchastkada joylashgan bo'lyapti. Ko'chani fayziga e'tibor bering. Tinch fayzli mahalla bo'lyapti. Asfaltlar bo'lgan, hamma kommunikatsiyaga ega bo'lyapti. Mana shu ko'rib turganingiz Fath masjidi bo'ladi. 5 vaqt azon ovozi uyingizdan arimaydi. Mana shu o'ng tarafimizda ko'chada joylashgan bo'ladi. Sotuvga qo'yilgan joyimiz katta ham emas. To'rt sotixli, baqvat qurilgan fayzli xonadonimiz bo'lyapti. Siz bilan ichkarida obzor ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Oilaviy tijorat qilaman desangiz, bolalarga mana bu yerda oziq-ovqat do'koni ham bor. Hamma mahsulotlari bilan birga bo'lyapti. Ko'chamizga e'tibor bering, soya salqin, fayzli joy bo'lyapti. Bu yoq tarafı ham ko'cha bo'lyapti. Mana bu yerda mevali daraxtlar ekib qo'yganlar qarang. Fasadiga e'tibor berasiz, 20 ga 20 fayzli xonadonimiz bo'lyapti. Bu yoq tarafiga ham gullar ekib, juda chiroyli holatga olib kelib qo'yganlar. Bismillah, xonadonimiz fayziga e'tibor bering. Eski o'zimizning P shaklidagi planirovka bo'lyapti. Mana hovlisiga e'tibor bering, anorlar, bu yoqda olmalar, chiroyli daraxtlar ekib, e'tibor qilib qo'yishgan xonadonimizga. Asosiy binoga siz bilan chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, 7 ga 5 razmerda keng zal bo'lyapti. Undan keyingi xonamiz ham 7 ga 5 razmerda zal bo'ladi. Remontlariga ham e'tibor bering. Navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. O'zini sanuzuli bilan birga bo'lyapti. O'ng tarafimizda ko'ryapsiz oshxonani. Quyosh tushib, yop-yorug' bo'lib turibdi. Barcha texnikalari bilan, mebellari bilan oshxona mebeli qo'yapti. Undan keyingi xonani ko'radigan bo'lsak, ayvon qilib qo'yishgan. O'tga ham quyosh tushib, chiroyli foydalansangiz bo'ladi. Navbatdagi xonamiz kichkinagina bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Hovlidan ham kirish imkoniyati bor, yoki-da binoning ichidan aylanib kirish imkoniyati ham bor. Ikkita yotoqxona joylashgan bo'ladi. Ikkalasida ham bittadan общий sanuzul joylashgan va bitta bolalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Hovlimizda fayziga e'tibor berasiz. Gir aylanasiga P shaklida yerto'la joylashgan bo'ladi. Yerto'lamizda ham bitta общий sanuzul joylashgan. Chap tarafimizdan, ya'ni do'konga kirish imkoniyati bor. Hamma kommunikatsiyasi bor joylar. Narxiga $175,000 so'rashyapti. Yana tepasiga kelsangiz sunnatga kelishadigan joylar bor. Qiziqsangiz, raqamda yozib qo'yamiz. Yana raqamini bemalol kelib ko'rib, savdosini qilsangiz bo'ladi. Bu videoni Nazarbekdan 4 sotixli fayzli xonadon qidirganlar bo'lsa, shularga yuborib qo'yasiz.